Hurmatli obunachilar, men bugun sizlarga Qo'qon narxda avtozavchasxonani topib qo'ydim. Kelasizlar bir narxini bir chiroyli qilib yoritib beramiz akalarimiz bilan. Polnista aksessuarlar, bu faralar. Xo'p, bir boshdan boshlaylik. Kichkina detallardan boshlaymiz. Nech pul aka bu materiallarimiz, nimalarimiz? Atirlarimiz 10 ming, 15 ming. Tillar ham sepdan chiqib ketib qolyapti. 10 ming, 15 ming. Xo'p, yana bu bakoylar. Nexia'nikimi bu? Nexia. Nexia'niki. 140 ming ekan aka buni. Kelishsalar yo'lida qilib berasiz. Damaslarniki bor. Bular nech pul? Damaslar 250 ming. 250 Svetli ming. jupi. Svetli jupi 250 ming so'm ekan. Mana o'sha, mana u ham juda kerak bo'ladigan narsa bu. Bu 50 ming. Qon beruvchi narsa. 50 ming so'm? Aha. 50 ming so'm ekan hozir. Xo'p, bunaqa nikellarimiz bor ekan mana. Kimdir Damas Amerikanka qilmoqchi bo'lsa, kelaverasizlar. Bunaqa narsalarimiz ham bor ekan. Xo'p, stop, fara, Amerikanka. Xo'p, bir boshdan ketamiz. Kobaltniki nech pul bular? 700 ming deyishdimi? 700 ming. 700 ming deyishdi, ha, bular. Bu Matiz'niki bor ekan. Bular nech pul? Bilasizmi narxlarini? 160 ming. 160 ming. Kampilik, ha? Xo'p, bular oldilarchi? 200 ming. 200 ming ekan, oldi faralar, ha? Bu optiralar nech pul? Ultralar 600 350. Ha, originali 600 ming, Ha. Xitoyi 350 ming ekan, ha? Hop. Nexia'nikichi 120 ming. 120 ming ekan bu Nexia'niki. Xo'p, yana nima qolyapti? Bu Damaslarnikichi ko'proq ketadigan. 250 mingdan boshlab 250 mingdan 500-600 500-600 minggacha o'sha holatiga qarab bunaqa ishlanganlari, yangilari bor ekan. Kelaverasizlar. Xo'p, mana har xil aksessuarlardan. Mana uni qarang. Bular nech pul? Ular jupi 280 ming. 280 ming. Mashinani tagiga qo'yib olib, Shu yonboshlar. orqadagilar 75 ming. Bular 75 ming. Sizlarga eng arzon narxlarda ajoyib narsalar topib qo'ydik. Abrisovkalarni bir oling. Abrisovkalar. Bu qanaqa mashinaniki? Bu Jitavlniki? trekker. Trekkermi? Ha, trekker. Nech pul bu? Bu 500 ming. 500 ming. Bularchi? Cobalt Ravon. Cobalt Ravon ekan. Bu nimaniki? Qaysi mashinaniki? Nexia 3nikimi bu? Ha. Xo'p, bular narxini bilasizmi? U 500 ming, 280 ming. 280 mingdan, ha? Xo'p, yana nimalar bor ekan bu yerda? Xo'p. Poliklar. Liboy mashinaga polik bor bu yerda. Bor. Gentrasius Spark. Hammasi. Nech pul nimalar? Nima Damaslarnikini olaylik. 250 ming. Poliklar. 250 ming. Bu Damaskami bu barlar? Ha, Damasga. Bular nech pul? 100 mingmi? 150 ming. 150 ming. 150 mingdan bor ekan. Xo'p, yana nimalar qoldi? Bu kalpaklar bor ekan, ha? Kalpaklar nech pul bu? U har xil 130 mingdan 160 minggacha. Hamma mashinaga bor bu yerda. 130 130 ming, 100 ming, 100 mingliklar ham bor. 100 ming, 110 minglik. 110 ming. Liboy turdagi mashinaga bor ekan. Kelishilgan narxlarda kelaverasizlar, yana aytilishidan tushib berishadi. Ichkarida faralardan bir olaylik. Bu yerda dirjatillar bor ekan. Nech pul bular dirjatillar? Ular 50 ming. 50 ming so'mdan, ha? Bu yerda ruchkalarimiz bor ekan. Bu yerda ham hamma mashinaga bor shekilli, ha? Ha, hamma mashinasiga bor. Bu Damaslarniki nech pul? Ular 150 ming, bunisi 200 ming. 150 ming, 200 ming. Bitta skalatni ham ko'raylik endi bizga mashina baqa kirish, ha? Qani, bu skalatda. Qani. Bu skalatda ko'rsalaring mana. Shu ajoyib kapotlaridan tortib, eshiklardan tortib buferlarni turidan bor. Kelasizlar originali Xitoyli Qo'qon narxda berishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.